Assalamu alaykum, tordagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Ablimid Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qib, oldingi qismda Yavuzbekning qonxo'r rus jallodlari tarafidan vahshiylarcha qiynalganligini, Yavuzbekning eng oxirgi tiniqida bo'lsa-mu, harbiy generalning jinini olganligini va Malika Kunchechakning budurqina o'g'il tuqqanligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. Malika Kunchechak inik anısıga "Beşimdeki Qur'on bilan o yerdagi toshni akilib bering" dedi. İnik ana Qur'on bilan xonliq toshni Malikaning qo'liga tutqizdi. Malika borgan seri ustiga tinib chiroyi sutdek oqirishga boshlab, yotgan yeri butunlay qonga to'shdi. U nihoyatda taslikda yinidiki chivakka o'ralgan bolasining ustiga Qur'onni qo'yib, uning ustiga tojni qo'ydi. Andin inik anasidan bo'ynidagi tumarni elib tojning ustiga qo'yib qo'yishni aytdi. Malika nihoyatda past ovozda gap qilyotdi. "Men Türkmen xalqining podshohi bo'lish suputim bilan Yavuzbek o'g'li Podshohni xandonliqning xoni bo'lishga jakorlayman." Malikaning ovozi borgan siri pastlab, gapining oyog'ini tiyolmadi. Tog' shamili eshikni g'ichiriltib ochdi. Malika ko'zini taslikda ichib eshikka oxirgi qitim qarab edi. Eshik oldida Yavuzbekning oftobda kulib turganligini ko'rdi. Malika o'rnidan asta turib, uxlab qolgan omoq o'g'ilni uyg'otib etmaslik uchun putining uchiga dassab berib Yavuzbekka o'zini etib, uning bo'yniga gira silib oldi. Yavuzbek uni xuddi burunqidek to'g'risiga ko'tarib oldi. Malika kulgunicha Yavuzbekning quliqiga "Inik anam bor" deb asta pichirladi. Yavuzbek ikki yonga qarab o'tib, kayniga kirib olgan qora bo'ynoqni burunqiga o'xshash bir qo'li bilan bog'lab qo'yib, Malikani ko'targunicha tog'ning yuqorisidagi yeshil chimanlikka ilib chiqib ketdi. 5-bob Inik ana. 1941-yildan keyingi Sovet mustamlakasidagi Turkmaniston. Yavuzbek bilan Malika Kunchechak o'zining e'tiborli o'g'li Podshohni bu adolatsiz dunyoga tashlab qo'yib ketib qoldi. Ota-onasining dunyodan xo'shlashgan kunida kun bilan oy bir yerga kelib zaminni qorong'ulik qoplagan, ya'ni Turkmaniston zaminida kun tutilgan bu kunda tog' qaptilidagi o'rmonlikda bu bola dunyoga keldi. İnik ana jinidan iziz ko'rdigan qizi Kunchechakning miyiti bilan xo'shlashgandan keyin bovoqni bag'riga ching besib tuman ming jafolar bilan tog'dan tushishga majbur bo'ldi. Onasining issiq o'g'il sutini eg'izga ilishga ulgurolmagan bu bovoq ochliqdan ingrab yig'laydi. Alloh shubhisizki nihoyat qudratli edi. Suvsiz cho'lda yumron giyohni o'ndirgan bu zot bu yigona bovoqning bu dunyodagi rizqini texi uzmaganda qiladi. İnik ana bovoqning echinishi yig'isini to'xtatish uchun Allohga zo'r umid bog'lab o'zining ko'ksini bechora bovoqning og'ziga soldi. Bovoqning zimidan ketgusi yo'q edi. U bor kuchi bilan inik ananing ko'ksini sho'rdi. Ulug' Alloh bovoqqa iltifot qildi. Yoshda cho'ng inik ananing ko'ksi tumirlari siqirgandek bo'lib, bovoqning yig'iga ovozi pasaydi. Garchi inik anadan bulduqlab oq sut etidib chiqmagan bo'lsa-mu, lekin sutga o'xshaydigan bir xil eqish suv uning ko'ksidan bovoqning vujudiga oqdi. Bovoqning tashnaligi qondi. İnik ananing minib mang'udek ulug'i bo'lmag'achqa, tog'dan piyoda tushishga majbur bo'lgan edi. Uning putlari qapirib, tapallari yerildi. Ushnisiga ortib olgan eg'ir bo'g'cha bilan quchug'idagi yingijon uning yashangan tinini egib oldiga bir qadam ololmas qilibatgan edi. Lekin qizi Kunchechakning o'limi ham o'zining bovoqqa bo'lgan onalik mehri uningga cheksiz kuch-quvvat ato qildi. U levini tishlab xatarga to'lgan qiyol jilg'ilardan eshib mingishni davomlashtirdi. Qora bo'ynoq gohida ularni qo'g'dab, gohida ularga yo'l boshlab oldida mangdi. Mana shundaq necha kunlik jafo mushaqqatlik tog'dan tushish safardan keyin inik ana oxiri holsizlangan holda yiliqi bozorga kirib keldi. U zargarning kimligini ilgari Yavuzbekdan anglag'achqa, udul zargar bilan ko'rishmoqchi bo'ldi.
Lekin inik ana ishlarning buncha oddiy emasligini biletdi. Chunki Yavuz bekni Rus qurolliq kuchlari tutib olmasa, o'g'ri qaroqchilar yoki xatarlik tog' yo'li uningga hech nima emas edi. Шуңа u bir yerga tushib orom olmoqchi bo'ldi. Yotoq danglar uningga nisbatan bexatar emas edi. Chunki uning 3 nesilki bo'qchida hisobsiz boylik yoshiringan. U bu boyliqlarni o'zining e'tiqodi va aqidasi bo'yicha quchug'idagi bovoq bolaga, shundaqla xonadonlikning yangi xoniga sog'-salomat topshirib berishi kerak edi. U halsiz qadami bilan bozorning ichidagi ko'ngli tortgan bir uyga kirib panohlik tilidi. Uy egisi bag'ri yumshoq odam bo'lg'achqa, ularga ichi og'rib ehson qildi. Әтisi bomdod vaqti bilan putquli tilib mang'almug'dek bo'lib ketgan inik ana og'riq azobiga chidab uy egisi bilan xo'shishib rastiga chiqdi. U oldi bilan yurikiga toshni qo'yib, o'ziga agishib olgan naslli qora bo'ynoqni ko'ziga yosh olg'inicha o'tkunchi bir odamga berivetdi. Andin bu vaqtni quchoqlig'inicha masjid tarafga berib namoz bomdoddan yongan kishilarning chiqishini kutib turdi. Kishilar masjiddan yong'anda inik ana jamoatning oldini to'sib, quchug'idagi buvoqning o'zining navrisi ekanligini, onasining tug'utda tugab ketib, mushu holga kelib qolganligini, bo'lsa yangi tug'utliq bir oilaning o'ziga xayri ehson qilishini o'tindi. Jamoatning birdek inik anaga ichi og'irtishdi. Ularning ichidagi bir qanchaylan uyda qizi yoki kelinining yangi tug'utliq ekanligini aytib, inik anani uylariga taklif qilishdi. Inik ana xo'shalligidan ko'z yoshi qilib ularga rahmatini bildirgandan keyin ularning ichidagi yurish turishi pokiza salobatlik biraylarning kaynidan agishib mangdi. Ular uyga yetib borguncha inik ana u yer bu yerdan gap qilgan bo'lib, bu o'ttara yoshdan oshgan kishining ahvolini qisqacha egilib ko'ngli amin topdi. Chunki xalliq davrida xalliqning shahzodasini yoki malikasini emitmoqchi bo'lgan ayolning 7 ajdod nasabi qattiq surishda qilinib, inik ananing oliy nasablik bo'lishini alayda ta'kidlaydi. Inik ana garchi unchalik tafsiliy surishda qila olmagan bo'lsa-mu, ammo bu kishining necha avlod tevib oilasidan kelib chiqqanligini, ayolningmi ko'nidan ko'na dindor oiladan kelib chiqqanligini bilib olamcha xushal bo'ldi. Ular uyga kelganda quyosh amdi ufqdan beshini ko'targan bo'lib, ozoda ham pokiza ho'yla kishiga bir xil mehri issiqlik tuyg'usini beratdi. Tevib inik anani ishkiriga uyga boshlab kirdi. Narsa keraklar ratli qo'yilgan uyning ichidagi supida chiroyli bir juvon bolasini emitgunicha yotgan ko'rpa ichida o'rinib o'ltiratdi. Qizim, qarg'ina, sana Allohning bir mehminini boshlab akeldim. Bu o'g'ilni o'g'lingga juplab olg'in. Bumu Allohning bizga qilgan iltifoti, dedi tevib inik ananing quchug'idagi buvoqni zakisi bilan ko'tarib qiziga sung'ash. Bu bechoraning onasi vaqtsiz ketib qopti. Texi ora 7 kunlik bo'ptikan. Uni sutga bir qandurg'ina qizim. Juvon buvoqni qo'shqo'llab oldi. U kulimsirginicha buvoqni erkilatib Voy qurg'uyning o'zikan bu. O'g'limdan aran 3 kunlik cho'ng ishkan. Qani balam, to'yg'ich sho'rig'in. Men sening o'z onang. Juvon otasidan xijil bo'lib yonga o'rildi-da, amchak to'pchisini oppoq bir mato raqda surtib etib, quchug'idagi buvoqning og'ziga soldi. Buvoq zo'q ishtiyoq bilan yangi onasining amchigini kuchab sho'rashqa boshladi. Tevib qizining bu ishidan bek xo'shal bo'ldi. Qizining onasimi paydo bo'lib, qiziga madad qilib bu ishni tabrikladi. Inik ana bu oiladagi yaxshi kishilardan ta'sirlanib, ko'z yoshi qilib Allohga shukri hamdu sana o'qidi. Ularga uzundan uzun duo qildi. Inik ana tarbiya ko'rgan, bilimlik ayol bo'lganning ustiga bekli kelishgan chiroyli ayol edi. Gerçi u yaşanğan bolsumu, gap söz iş şirketde xaniş ayımlardek latafatlik idi. Şuna öydeki ayalının özüge sel-pel dikkat qılıp qalğanlığını sezip qılıp, ularning uyda turib qalsılar degan talabini chiroyliqcha rad qildi, hem balini kunda necha vaqt akilib emitib turdiganligini aytib, ular bilan xo'shlashdi. Inik ana eg'ir bo'qchisini uchinchisiga artdi, bu vaqtni ko'targunicha yana ko'chaga chiqdi. Dalda bir yerga kelib, bo'qcha ichidagi uncha yoqutlar ichidan 2 tal oltin tillarni elib, kichikroq bir zargarchilik do'koniga uni qog'oz pulga almashtirdi. Inik ananing ostonida urug' tuqqanlari bo'lsa-mu, u quchug'idagi podshohning bexatarligini ko'zga tutib, mushu yurtda turib
qilib oldi bilan bolani 2 yoshgacha emitib o'yladi. Chunki inik ananing o'rinda turganligini, shundaqla uning Malika Kunjijak bilan birla vaqtda yo'qab ketganligini butun ostona ahli biladi. İnik ana balını vaqti qaralda emitish ishini o'ylab, tabibning uyiga yaqinroq bir yerga o'rinlashmoqchi bo'ldi. Lekin uning bo'xchisidagi dunyo inik anani bekla bisaramjan qilgan bo'lib, uni sog' salomat egisiga yetkazish ba'si mushkul edi. İnik ana sürüşte qilish orqali tivib turdigan ko'chaning oyog'ida o'ltirdigan kishilar taqvo deb qaragan bir kishining uyining eshigini chekdi. Uy egisi 40 yoshlarning qarsini olgan kichik tijoratchi bo'lib, yashangan inik ananing holiga ichi og'rib ayoli bilan maslahat qilg'ili kirib ketdi. İnik ana qo'liga bir tutam pulni ilib, ular maslahatlashayotgan hujraning eshigini chekdi. Andin uydagi ayolga o'zining uy ishlarini yaxshi qila oladiganligini, yaqa yurtdagi o'g'lining vaqti-vaqtida o'ziga turmush puli avatib turdigan nävirsini emitish ishini o'ylab bu yerda turib qolg'usi borligini tuvanchilik bilan o'tindi. Tijoratchining ayoli ko'ngli yaxshi ayol bo'lsa-mu, uyining ancha cho'ng emasligini o'ylab inik anani yo'lga silib qo'ymoqchi bo'lgan edi, lekin inik ananing qo'lidagi bir tutam pulni eri necha oy ko'chma-ko'cha tovlab yurib aran topalaydiganligini bilib, u bu qarordan yandi. Bo'pti ana, mushu uyda tursila, sizlarni ko'rib anam rahmatli yordam kelib qoldi. Ayol shundaq degach, inik anaga cho'ng o'g'illari turadigan uyni bekorlatib, 2 o'g'lini uyning o'ttirsidagi boloxonaga yo'tkidi. Inik anamı dərhal quludagi qog'oz pullarni tijoratchining alg'usi bo'lsa-mu, adab yuzisin alg'ili olmayotganligini bilib, hovlida o'ynayotgan kichik bolalarning quliga tutqizib ulgurdi. İnik ana bu uyga o'rinlashgandan keyin shu oqshimi bo'xchisidagi boyliqlardan o'ziga lozim deb qaralgan xatri yo'qlarini ilg'ab ilib, beliga tingib olgandan keyin bo'xchidagi qolgan ko'p miqdordagi boyliqni boshqa bir matoraqqa qatma-qat o'rab, o'zi yotadigan supiga chanmug'dek qilib ko'mivatdi. Bala necha kun yaxshi oziqlanolmay to'satdan ana sutini emgashga kechicha bearam bo'lib yig'lab chiqdi. Balani qurug'dash ishlari bilan avara bo'lib, tuzuk uxlayolmagan inik ana atsi saharda balani ilib tabibning uyiga balani emitkili apardi ham ularga pul bilan odamgarchilik qildi. Shuning bilan uy ishining kayfiyati texmi yuqori ko'tarilib, ular inik anaga bo'lgan hurmati va amroqligi hasilab oshdi. İnik ananing bütün xiyoli Yavuzbekning izdirigini qilib beqish bo'lg'ashqa, u balani juvonning hinda birdam qo'yib qo'yib, Yavuzbek muomala qildigan hiliqi zargarning uyi tarafga qarab mangdi. U oldi bilan avat rasidagi tikuvchilarning shoyi durdullardan tikkan kiyimlardan boshnayoq bir qurs setib oldi. Andin hammomga berib, pokiza yuyinib tarangandan keyin setib olgan kiyimlerini kiyib o'ziga xos holda yasandi. İnik ana tog'da yashab oddiy kiyimlar bilan yurib bu bozorga kelgan bo'lg'ashqa, uning mushu topdagi holati bilan obayamqi chog'dagi holati osmon zimin farqlanadi. U udul hiliqi zargarning do'koniga bordi. Zargar ustam do'konida bo'lib, qaddi qomati kelishgan bu ana sifatlik ayolni ko'rib, o'rnidan turib uningga hurmat bildirdi. U inik ananing tashqi ko'rinishidan uni cho'ng shahardan kelgan katta boyning ayoli bo'lsa kerak deb o'ylab, uningga xushamat qilishga boshladi. Kelsizlar hada, muborak qadamlari do'konimizga yetib qopti. O'zlariga nima lozim bo'lg'aydi? dedi zargar sherin tilni ishqa silib kulimsirganicha. Men astandan tuqqan yo'qlab kelgan balam. Kelinim yangi tug'utliq edi. Yurtqa qaytqilyaptiman. Shunga ziridek bir narsa sug'arg'ash baray degan edim, dedi inik ana kibri ustunlik bilan. Chatoq yo'q ada. Zira deganni ajoyib tizib etimiz. Qolg'iniga putgani ko'rala. Qancha gram atrofida qilsaq bo'lar? Jupti 20 gramdan 2 jup bo'lsin. Zargar bu gapni anglab gul qaqalari ichilib ketdi. Bayam kelinimga opirman deganda qilyotdilar, 2 jup bo'lsa bo'laveramda. Hey, odam qirg'anda untiqoq bo'lib qoldi ekan. Yana bir tal arzuli qizimmi bor. Shuningmi alg'ash baray degan. Obda o'ylabla hada, ayol zoti deganning ko'ngli oltinda ichildi emasmi? Shuni birdimizlar fukam, dedi inik ana nahayt uliq kichiktinib hasratlangan qiyofatda. Allah şu qizimning chiroyida baxtini bergini bilan erdin ta'lini bermedi. Oltin kumush deganlargu oilamizda to'kilib turibdi, lekin shu qizimning oydek ruxsari vaqtsiz xazon bo'ldi deslar fukam. Zargar bo'ytoq edi.
U inik anaga sepsilib qarab ko'nglida onasi buncha kelishgan yerda qizi qanchalik chiroyliqdi deganni o'ylab ixtiyorsiz inik ananing bu qiziga qiziqib qoldi. Singlimiz u texi taloliq bo'lmabdi-da, dedi zargar inik anaga hesdashlik qilgan qiyofatda. Yoqay balam, uni talaga chiqargan, lekin kuyovg'ul quloq kasti chiqdi desizlar, qo'lidagi necha do'konni uftirib, yana bo'ldi qilmadi. Dadisi bichora shu e'tiborli qizning ko'nglini deb, mayli o'g'il bola ekan, o'ynasin deb olqinini kang ichib cho'ntikini oltin kumushga to'ldirsinmi, bu kasofat uyga kelgili unimidi. Qayerlarda yuridikin tang u qimorvoz, dedi inik ana eg'ir hasrat bilan uf tortib. Tova Xudoyim, shundoqmi odamlar bo'ldi-ekan ha, qo'liga kelgan omadni bilmaydigan. Nemisin deydiganlar balam? Deb kelsam qaynab ketaman. Shahar ichidagi uy zimin, do'kon saroylarimiz do'qmushlarni egallab turibdi. Xudoyim menga faqat 2 bola beribdi-ekan. Arzuliq o'g'lim savdo qilman deb Saudiya tarafga chikatgancha kirgili unmidi. Ansaq shu yerdagi katta bir boyning qiziga o'ylinib, bola chaqiliq bo'libdimish. Amdilikda do'kon saroy, etiz ekinlarga qaraydigan odamimiz yo'q bo'ldi. Bizmi qerib qoldik. O'lib ketsak beshimizda xatmi Qur'on o'qug'idek o'g'limiz texi yo'q. Kuyovg'il degan vafosiz paydo bo'lgan bo'lsa, bariq bisotimizni bularga xatlab berib bizmi Makka tarafga chiqatgan bo'ladiq desizlar balam. İnik ana yalğandan ko'z yeshi qilib yog'lig'ining burchigida yeshini surtgan bo'lib o'ltirdi. Angacha do'kondagi shogird bola zargarning ishorati bilan orqa uyga chiqib choy chaynigini akirib ulgurgan edi. Zargar qiziq choydan bir piyolani inik anaga qo'sh qo'llab tutib, uningga bo'lgan hurmat va mehmon do'stligini bildirdi. İnik ana qo'ldagi choyni puvlagan bo'lib, zargarga qiziqqan qiyofatda sapsilib qarashga boshladi. Zargar hushyor odam edi. İnik ananing o'ziga analarcha qaragan ko'z nuridan uning ko'ngli bir nimadan tuyib, yuragi o'ynab ketdi. "Men mangay balam, qizim tuqqanlarnikida qilib edi. Ko'zi yo'limda qoldi haqiqatan. Mavini alg'ash kelibdim. Bo'lsa mushuning o'zida suqib bergan bo'lsalar." İnik ana shundoq degach yanchug'idan 7-8 tal oltin tillarni sharaqshitib ilib vodkaning ustiga quyib qo'ydi. Zargar buni ko'rib hayronu has qoldi. Aslida 2 jup zira so'qish uchun eng ko'p bo'lgandimi 3-4 tal tilla bo'lsa yetadi. "Hada, bularni nadim saqlagan bo'lg'iydilar. Hozir bundaq atva mollarni uchratmoq bektas bo'lib ketdi. Uning ustiga bujiq bo'lib ketibdi. Mushdan yerim bo'lsa kifoya", dedi zargar nihoyat muloyimlik bilan tillalarni inik aning quliga sunib. "Hech qisi yo'q. Bu nimalarni ko'tarib yurib nima qilarman? Ko'zimga issiqlar ko'rinib qoldingiz balam. Ap qo'ying. Lozimi bo'lib qoldi", dedi inik ana u oltin tillalarga ko'z qirinimi solmasdan. Zargarning og'zi qulqiga yetdi. U ko'nglida "Tova, Alloh egam, mush kunlarda orqa-orqadan beryotdi-ya menga. Odamning omadi kelsa, ishini etib olsa to'nglikdan tushdi degani ajab raskina" deganni o'yladi. "Hada, o'zlar yurtimizga mehmon ishganlar. Navoda meni yot ko'rmislar uyimga kelib bir piyola chimga daxil bo'lgan bo'lsalar, garchi men bo'ytaq bo'lsammi, qo'lim gul mening. Cho'nglarning duosini olmoq bu hunarimdan ming afzal hada", dedi zargar ishlarning nihoyat o'ng'ishga ketib berayotganligini pamlab. "Bo'ludi balam, hozir yiroq yaqindagi tuqqanlar kelganimizni bilib bizga aram bermayotdi. Bir kuni men aloyidan vaqt chiqirib qizimni birga ilib kelay. Shu chog'da o'ltirib oldirmay paranlasharmiz. Men qaytay balam." İnik ana o'rnidan turib zargar bilan xo'shishib do'kondan chiqdi. Zargar inik anadan ayrilishga qiymagandek, uningga agishib ko'chaning xil bir yerigacha berib uni uzitib qo'ydi. İnik ana zargar bilan xo'shlashgandan keyin o'zining plani bo'yicha rasidagi yana bir avval ko'chaga ittiq qadam bosdi. U boshqalarga o'zining qizining uydan chiqib ketib uyga paydo bo'lmaganligini, qizining ilgari jamiyatdagi yomon odamlar bilan aralashib qolganligini aytib ko'z yeshi qildi. Ondan biraylarning orqa rasidagi xon bozorida kechasi echildigan bazmixonning borligini, bazmixonini Ismoil Satang deb atiladigan birsining ochadiganligini, bazmixondagi raqqos qizlarning ichida ashundoq nosarida qizlarning chiqib qoldiganligini aytib berdi. Bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.